Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Mana navbatdagi chiroyligina shohona fasonimizni o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, ustanovka jarayonlarini yakunlab oldik. Bu darvozamizni qisqacha obzor qilib bersak, sizlarga darvozamiz o'zimizda Namangan viloyati 3 tumani Cho'tti qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Darvozaning razmerlari 3.75 eniga 3.90 bo'yiga bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallar past tomon 10/5 shiveller, yo'llari 10/10 brus profildan foydalanilgan. Darvozaning og'irligi nisbatiga qalin profil ishlatilgan. Zazorda yopish maqsadida 1.5 ga 1.5 tonna kurgovoy ishlatilgan. Darvoza 2 qavat emas, 3 qavat desak ham bo'laveradi. Bu oldidagi mana element gullari, hop, bunga ishlatilgan profillari mana 2 ga 2, 1.5 ga 1.5, hop, 3 ga 2, 4 ga 2 hamma profildan ponni oldi bezagiga fasonida bor. Shu rasmga 1 ga 1 xudo xolasa chiqarib berdik. Ponni mana Kofka gullarida ham o'zi e'tibor berishlari mumkin. Mana shu kofka gullar ham o'zi 3-qavatga kiradi. Mana 2 ga 2, 1.5 ga 1.5, 1 ga 2 profillar ponni oldida 3-qavatda xudo xolasa uyg'unlashadi. Nihoyatda chiroyli. Bu darvozaning tepa tomonidagi tahiyasi 60 sm tahiya. Loyiha bo'yicha chizib, loyihalarning hammasini birma-bir egalariga taqdim qilganmiz. Bu xonadon bizga begona emas. O'zimizning jigarimiz, qarindoshimiz, eng yaqin insonimizni xonadonlariga qo'yib berdik. Kalitgan razmeri 80 sm bo'lgan. Ochilib yopilishlari nihoyatda chiroyli. O'ziga yarashgan mana darvozaga haqiqiy patsvet tushgan zamoqlargacha qo'yib berilgan. Ochilib yopilishlari mana nihoyatda chiroyli. Endi darvozaning rangiga kelib to'xtalsak, mokra asfalt bilan mana ponni tilla rangdan ajratib berilgan. Shirshava gullari, kofka gullari, 1.5 ga 1.5 profillari ponni ajratib berilgan tilla rangga. Darvozaning orqa tomoni ham tekis bo'lgan, shumka qilingan, utupitil qilingan. Xudo xolasa uni ham hozir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozaning ichki profillari 6 ga 4, 8 ga 4 profillar ponni ishlagan, qalin stenida ishlatilgan. Darvozaning orqa tomonini ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sentr zamok, hammaga ishlatib kelinayotgan sentr zamok. Shanirlarga e'tibor berasizlar. Planka asosida ponni o'sha 42-45 shanirdan foydalanilgan, ochilib yopilishlari nihoyat yengil, plankalargacha quyib berilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Qanotlarimiz haqiqiy o'rniga o'lgan. Mana to'xtagan joyda to'xtaydi. Ochilib ketish yo'q, yopilib ketish yo'q. Mana xotirjam ochilib yopilaveradi. Mana to'xtagan joyda qanot qochish kerak. Haqiqiy qanot to'xtagan joyda qotsa, o'sha darvoza tekis o'rnagan bo'ladi mana. Shundan bilib olsa bo'laveradi o'zi darvozaning qanotida. Bismillahirrohmanirrohim. Gap bo'lishi mumkin emas ochilishlariga. Hamma yo'g'i sos. Endi kalitni olib xonadon egalariga topshiramiz. Hozir qo'limizga olib turaylik. Darvoza agar yoqqan bo'lsa, kraskalar yoqqan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga mana shu yaqin atrofdagi chegaradosh qo'shnilarimizga xudo xolasa olib o'tib, xuddi mana shunday dastavka qilib o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana kecha ham Tojikistondan keldik. Bizda muammosi yo'q, olib o'tish, boshqasi yo'q. Birga bir olib borib o'rnatib beraveramiz. Haqiqiy ishonchli, sifatli xudo xolasa, hali maqtanish boshqa emas. Qo'limizdan kelgancha ishonchlaringni oqlaymiz. Darvozamizga yoqqan bo'lsa, bir donadan likelayingni ayamas degan umiddamiz. Xudo xolasa endi xonadonimiz degansa videoga unamadilar o'zlari. Endi Shovuddin aka buyurib nasib qilsin darvozalar aka. Endi bir o'zingiz fikringizni bildirib yorsangiz. Aka, darvozadan ko'ringiz so'ldimi? Yo'q, realni aytavering, chunki sizni kuzatib turishibdi tomoshabinlarimiz. Sizni gapingiz bizga ishonch bo'ladi. Mana realni holatni xonadoningizda turibmiz aka. Aha. Aka, rangi hamma yo'g'i birga bir. Ko'nglingiz to'liq xursandmi sahar? Siz xursand qilib olsam, men xursand bo'laman. Aha. Hamma yo'q mana materiallari o'sha aytgan materialda ponni ideal darajada, ranglari hamma yo'q aytgan darajada bo'ldi. Aka, buyurib nasib qilsin. To'ylarda qiling, hojlarga boring, opamlar bilan bola chaqalaringizni o'sha orzu havasini ko'rib, mana shu darvozalar doim xizmat qilsin aka, bir umr. Mana kalit aka, sizga aka, buyurib nasib qilsin mana kalit. Endi topshirganda topshirib qo'yamiz aka, mashina topshirganda. Obunachilarimiz mana ko'rgan bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston, Tojikiston yana bir marta aytib o'taman, hamma davlatlarga dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib beramiz. Ishonchlaringni bemalol oqlaymiz, xudo xolasa. Kimga bu fasonmi, haytik fasonmi, aytgan fasonlaringni birga bir chiqarib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.